Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana bir oilamizni sizlarga ko'rsatib qo'yay dedim. 1, 2, 3 4 ramkada zichlab qo'ygan edim. Mana bu karmushkani bu yoqda turgan edi. Karmushkani bu yoqda turgan edi. Arri ko'payib, Xudoga shukr, mana kengaytirishni talabida bo'libdi. Fiziklarga mana urug' ham qo'yib qo'yibdi. Ona arri to'sqichni bu yoqda yuribdi. Bunaqangi hodisa bilmayman, to'g'risi gap men ko'rmagan edim. Onasi mana shu yerda yuribdi. Bu tomondagi ramkada yuribdi. Mana onasi. Buni hozir bu ramkani kengaytirib, oilani kengaytirib qo'yamiz. To'g'ridan to'g'ri mana shu ichiga solamiz, xudo xolasa. Hozir sizlarga rasmotlardan ham ko'rsataman. Mana bu eng birinchi ramkasi, karmo ramka edi. To'ldirib polnistda urug'. Birorta bo'sh joy qolgani yo'q. Shira yaxshi kelyapti, Xudoga shukr. Arilarning rivojlanishi yaxshi ko'z tegmasin. Doska rasplot. To'la. Birorta bo'sh joy yo'q. Xudo xolasa aprelda 10-sigacha qolmay, xudo xolasa atvodka qilamiz bularni. Biror dona bo'sh joy yo'q. Hamma joyda tuxum bo'lyapti. Buni zudlik bilan kengaytirish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bosinglar, podpischik bo'linglar.